Ama bir narsa cho'qim sizlarning yodingizda bo'lishi kerakki, dunyo o'zgarib turdi. İnsan o'zgarmasmi, dunyo o'zgarib turdi. Butun jonliq, hayotlikning ichida faqat insonlarla o'zgarishga moslashmaydi. Bundaq tez suratda eshiyotgan bir o'zgarish turayotgan bir dunyoda biz ba'zida nemish o'zgarishni his qilolmaymiz? Chunki o'zgarish intayin osti bo'ladi. Hem biz o'zgarish ishi tug'anligimiz uchun o'zgarishning bo'layotganligini his qilolmaymiz va o'zgarmaydi deb o'ylaymiz. Hatto tog'lar o'zgaradi. Tog'larmi kunda shamol yoki yomg'irning ta'sirida o'zgardi. Biroq bu o'zgarish intayin kichik bo'ldi. Sizning o'yingizdan oldiki daraxtmi o'zgarib turdi. Ammo bu daraxtning o'zgarishini kichik bo'lganligi uchun siz buni his qilolmaysiz. Olimlar bunday bir tajriba qilgan. Bir ko'lda o'zib ketib qolgan paqini shu ko'lning suvi bilan elib, shu ko'lning suyini ishlatgan va bu paqini bir qozonga solgan. Bu paqa aslidagi ko'lning suyida yashaganlik uchun ham bu suv qozonda bo'lganlik uchun paqa hech qanday o'zgarish his qilmagan. Olimlar bu qozonning ostiga asta alda o't qo'ygan. O't bilan isitgan demakda. Bu isitish jarayonida bu yerdagi issiqlik intayin kichik bo'lganlik uchun paqa buni tuyolmagan. Ammo isib 60 necha gradusga kelganda paqa tuyqisi ulab qolgan. Taki paqa ulab qolguncha suvning issiqligining o'zgarayotganligini his qilolmagan. Demak, jamiyatda nurg'un odamlar mana shundaq bir tragediyaga duch kelmoqda. Nimasi o'zgarishni aslo buni his qilolmaydi, ammo his qilolmay o'zgarish to'shab ma'lum holatga borganda uning hayot kechish iqtidori butunlay yo'qoladi. Nima ish qiladi deganda, uning burun bilgan, burun o'rgangan yoki burun keltirib olgan yoki burun yuqumlantirib olgan yoki burun miros qolgan ba'zi ko'z qarashlari o'zgarib ma'lum bir darajaga kelganda butunlay policha holat kelib qoldi, ahvollar shakllanadi. Ammo buni nurg'un vaqt odamlar hargizmi yana ichki dunyosidan ko'rmaydi. Ya'ni nimadan ko'rdi desa, tashqi reallikdan ko'rdi. Chunki har qanday odam o'zining xato qilib qo'yishdan qo'rqadi. Yani ko'pincha vaqtlarda sirtqi omildan banozdiga ahvollar shakllanadi. Inglizlarda seni bu yerga kelgan narsa mayaga olib deydigan bir maqol tamsil va ya'ni seni ma'noqtaga olib boradigan narsa mayaga olib deydigan. Bu nima deganga gap desa, bizning o'rgangan bilimlarimiz yoki bizning dunyoga bo'lgan ko'z qarashimiz, odamlarga bo'lgan ko'z qarashimiz, hayotga bo'lgan ko'z qarashlarimiz bizni mush holatga ekilarligan bilan bizni bu holatdan yan bir holatga ekilashini atan. Yoki bizning ota-bobolarimizga yoki ota-onalarimizga hayot kechirish uchun yoki taraqqiy qilish uchun yordam qila olgan ba'zi ko'z qarashlar bundan keyin yosh o'smirlarga, yoshlarga ning yana bir nuqtaga halqishiga balkim hech qanday foyda yetkazolmasligi mumkin. Hatto to'sqinlik paydo qilishi mumkin. Bu nuqta elib etgan vaqtda nurg'un ota-onalarning burun o'ziga foyda qilgan nurg'un ko'z qarashlarini yana bolalarga singdirishi vaqt kelganda bolalarning olg'a ilgarilishini to'sab qo'yishi mumkin. Bu nuqta elib etgan vaqtda burun to'g'ri bo'lgan, vaqtliq to'g'ri bo'lgan ichki dunyo o'zgarish tufayli endi to'g'rilab ketishni ataydi. Shunga bir o'zgarish holati turayotgan har qanday bir jamiyatda, har qanday bir xalq cho'qim o'zining bilgan narsalarni, o'zining ko'z qarashlarini yengilab buningga moslash pamisa, uning burunqi bu o'rgangan narsalari keyin bu o'zgarish shalinib ketadi yoki uning olg'a besishini to'saq qo'ydi. Burun bir odam bor ekan, bu daryoning matirpida yashar ekanda, quruqliqning matirpida. To'g'risi bu quruqliqda toza ofatlar yuz berib, buning yashashi toza ta'sir to'xtab qoldi. Shunga bu bir qo'lvoq yasab, daryoning otirpiga o'tib, otirib yashamoqchi bo'ldi. Bu qo'lvoqni yasabdi. Qo'lvoqni yasagandan keyin daryoning otirpiga o'tibdi. Ammo bu daryoning otirpiga o'tib bo'lgandan keyin qo'lvoqni tashlab etmabdi. Qo'lvoqni murisiga otib olibdi. O nasıl o'ylab bakanlar. Bu qo'lvoq daryodan o'tish jarayonida uningga foyda qildi.
Onu deryoda o'tkazdi. Biroq daryoning